Hozirgi patsientkamiz, bizning hamkasbimiz. Ajoyib savol berdilar, shuning uchun shuni ham ulashmoqchiman. Savol emas, endi o'zlari aytib qoldilar. Dard kelmaydi bularda. Sababini izladik. Ya'ni oldingi homiladorliklari ham dard kelmagan, faqat davleniya ko'tarilgan. Ko'ryapmizki, bachadon bo'yni bularda rosa ham uzun. O'zi normada 8 sm bo'ladi, umumiy matka, homilador bo'lmagan matkada bachadonimiz. O'shani 5 sm ko'pincha bachadonni tanasiga, qolgani bo'yniga. Hozir sizniki deyarli 5 sm bachadon bo'ynini o'zi. Plus sizda yana gestatsion nima bor, davleniyalar ko'tariladi, oddiyroq qilib gapirganimda. Va bu bachadon bo'yni yumshoq, qisqaraman degunicha ancha vaqt o'tadi. Bu dard yeb yurgan vaqtlarida esa qon bosimi, davleniya ko'tarilib ketadi. Homiladorlik vaqtida qon bosimini ko'tarilishi, mana o'zingiz ham yaxshi bilasiz buni, eng xavfli holatlardan